noto'g'ri tushunyapsan. Sen o'ylagan narsa emas bu. Bo'ldi. Sizga boshqa ishonmayman. Bizni bezovta qilmang. Alo. Bechoraman, aylayin nachoraman, ichida odami yo'q, bir shahri vayronaman, ortingda boraman, ko'zlari giryonaman, ezildi yuragim ey, bir yo'qla yalvaraman, ishqingda bechoraman, aylayin nachoraman, ichida odami yo'q, bir shahri vayronaman, ortingda boraman, ko'zlari giryonaman, ezildi yuragim ey, bir yo'qla yalvaraman. İşonma jonim, ishonma, yolg'on soxta g'iybatlarga ishonma. Ishonma jonim, ishonma, qanday chiday bu dardlarga. Ishonma jonim, ishonma, yolg'on soxta g'iybatlarga ishonma. Ishonma jonim, ishonma, qanday chiday bu dardlarga. Sog'indim kelaylayli, ishqingda qiynamayli, azobda qoldirmagin meni sevgi tufayli. Berilma gumonlarga, qo'l silta yolg'onlarga, bizlarni ayirguvchi ishonma yomonlarga. Sog'indim kelaylayli, ishqingda qiynamayli, azobda qoldirmagin meni sevgi tufayli. Berilma gumonlarga, qo'l silta yolg'onlarga, bizlarni ayirguvchi ishonma yomonlarga. Ishonma jonim, ishonma, yolg'on soxta g'iybatlarga ishonma. Ishonma jonim, ishonma, qanday chiday bu dardlarga. Ishonma jonim, ishonma, yolg'on soxta g'iybatlarga ishonma. Ishonma jonim, ishonma, qanday chiday bu dardlarga. Xo'sh janob, nima buyurasiz? Mengami? Dadam bilan oyim boshqa urushmasligi, ularni bir-biriga bo'lgan ishonchlari, yana bir oila bo'lib yashashimizni olib bera olasizmi? Avval biz baxtli oila edik. Har doim shu yerga kelib, birgalikda mazza qilib ovqatlanardik. Ammo hozir uyimizda har kun janjal. Aziz, O'g'lim, bolam yaxshimisan? qayerlarda qolding? eding? Ha? Qo'rqitib yubording-ku bizni. Nega jimsan? Bo'ldimi? Endi boshqa urushmaysizlarmi? Urushmaymiz. To'g'rimi onasi? Bo'ldi endi. Ishonch bo'lmagan oilada baxt bo'lmaydi. Shundaymi?
Sizlarni juda yaxshi ko'raman.